Bugun Maxtumquldamiz. Ko'rib turganingizdek Face kafega keldik. Yangi yildan oldin kafega yangilik kirgizdik ava. Kelib bir ko'ring qani dedilar. Ichkariga kiramiz, ovqatlarning mazasini ko'ramiz va eng muhim joyi bu yerda ovqat yesak, ovqatlar necha so'm degan savollaringizga javob topamiz. Qisqa aytib manzil tushuntirib o'tib ketaman. Bu turganimiz hammamiz bilan tag'in E380 yo'li. Bu yog'imizda Maxtumqulning darvozasidan bu yoqqa 500 metr yursangiz, chap qo'lingizda Face cafe oldingizga sho'rdan mag'adib keladi. Manzilni aytib o'tdim endi. Ichkariga kirib qani nega so'zlagan ko'ramiz. Esa bize birinchi navbatda somsadan başladık. Somsa dim legendarniy, dim boshqacha dedilar. Sveji hozir tandirdan uzib ko'rgayib keldilar. Ko'ramiz, somsaning bahasi eldin aytib o'taman. Somsasi tandir somsa 13 ming so'mdan ekan. Bahasi menimcha ajoyib narx. Bismillah. Ağzı pişkeni böyle mutlu tutur. Главный narsa yoddan chiqib ketdi u. Och bo'lib ko'rib o'tirgan bo'lsangiz videoni. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, svejiligi ma'lum и xamirdan особенно e'tibor qaratilgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Estanagan tandir somsani kameraga uzatamiz. Navbatdagi ovqatimiz bo'lsa, nomi cho'pancha deb nomlanadi, lekin cho'pancha ovqatini biz berunincha uslubda yeb ko'ramiz hozir. Bahasi 180 ming so'm bo'ladi. Esa boshladik. Bismillah. Oho, lekin bu mushta ovqat ha. Men bir o'zingiz yeyolmasangiz kerak-ku. Chalammo deb bilamiz ekan shuni bir porsiyasini misol uchun. Voy. Ko'rib turganingizdek, bu ovqatimiz qurilgan mana shunday kartofel frining tiyinda yashirilgan go'shtlardan iborat. Og'ir ovqatdan so'ng sal yengillashish maqsadida frantsuzskiy salat tatib ko'ramiz. Merci beaucoup deb. Tashkil bo'ladigan bo'lsa, dasturxonlaringizni yashitib chiroyli deb to'shab beradilar. Salatsiz baribir yangi yil o'tmaydi. Ochishtirashmi? Men semirib ketaman. Endi bahalarni kelib aytadigan bo'lsak, salatimizning bahasi 40 ming so'm bo'ladi. Ko'rib tursiz, narxlar ajoyib va bu yerda eng muhim joyi umumiy 6 dana kabina, 2 etaj. 2 etajda ham har qaysida zal bor. Undan tashqari 100 odamlik tashkil etaman desangiz, yangi yilda dimjilli bir o'tirishma bor, mumkin emas odam ko'p bo'ladi desangiz ham, yeyishingiz mumkin bo'lgan hamma narsa bu yerda bor. Bemalol kelib turib zakaz etsangiz bo'ladi va eng menga yoqqan joyi, zakaz o'rtachadan tezroq vaqtda keladi. Ya'ni ko'p kutib qolmaysiz, nervishda yetmaysiz. Hammangizni Face Cafe'da kutib qolamiz. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Mazza ovqatlar huzurlarini o'tiramiz. Podpishkas qo'ysangiz. Pastda telefon nomerlarini ham qoldiraman. Nomerlarga bog'lanib turib, bemalol ovqatlarni oldindan zakaz etib qo'ysangiz ham, saboyga zakaz etib olib ketsangiz ham bo'ladi. Face Cafe'dan bizni kutib qolamiz. Adresimiz Maxtumqulda bo'ladi. Avvalo kelaverasizlar.